Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Toshkent shahar Sharoit Plus nogironlar jamoat birlashmasining loyihasi Huquq Plus nogironligi bo'lgan shaxslarni huquqiy savodxonligini kuchaytirishga bag'ishlangan loyiha va loyihamizda o'sha materiallarimizni yanada yaxshiroq tushunish uchun, yanada bizni kuzatuvchilarimizga osonroq yetkazish maqsadida podkastlarni tashkil qilishda davom etyapmiz. Bizga yangi qo'shilgan kuzatuvchilarimizga eslatib o'tmoqchi edim. Huquq Plus loyihasiga albatta qiziqish bildiring. Mana shu kanalda nogironligi bo'lgan shaxslarni huquqlari, ularning imkoniyatlari, imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotlar berib boramiz va bu ma'lumotlar bir qancha qulay formatlarda, ya'ni o'sha imo ishora tili, audio formatda, matnli formatda va shu bilan birga osonlashtirilgan o'sha oson matn formatida biz berib boramiz. Bugungi mavzuyimiz nogironligi bo'lgan abituriyentlarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishlarida qanday imtiyozlar, imkoniyatlar mavjud. Va bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilimlarni baholash agentligi test sinovlarini tashkil qilish va nazorat qilish bo'lim boshlig'i Jamshidbek Odilov. Assalomu alaykum, Jamshid aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Vaqtingizni ayamasdan podkastimizda ishtirok etishga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Jamshid aka, bugun podkastimiz doimgidek o'sha ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Boshida o'sha umumiy tushunchalarni muhokama qilsak va izohlarda bizga bir necha o'nlab savollar kelib tushgan va o'sha ikkinchi qismida shu savollarni atroflicha keyin o'rganib chiqsak. Demak, Jamshid aka, o'zi 2024-yilda bo'lgan imtiyozlar va bugungi kundagi bor imtiyozlar o'rtasida qanday farq bor? Mana shu yangiliklar, qanday o'zgarishlar bormi o'zi so'nggi bir yil ichida? Rahmat Ulug'bek aka, avvalo taklif uchun. Endi imtiyozlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yil bilan bu yilgi holatda oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirishda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlarda o'zgarishlar mavjud emas. Amaldagi barcha imtiyozlar saqlanib qolingan. Endi imtihonlardagi sharoitlardan kelib chiqsak, bitta quvonarli yangilikni ayta olaman. Menimcha hali batafsil imtiyozlarga to'xtalsak kerak. Bitta quvonarli holatni aytishim mumkin. Bu kerak bo'lsa o'sha xalqaro tajribada ham uchratish qiyinroq bo'lgan narsa. Hammamiz bilamiz, chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlari mavjud. Bu agentlik tomonidan ham o'tkaziladi. Xalqimiz tilida CEFR deb qo'yishadi yoki multilevel deb aytishadi. Biz 4 ta ko'nikma bo'yicha chet tilida imtihon o'tkazib, talabgorlarga sertifikat beramiz. Xuddi shunday tartibda mana IELTS, TOEFL kabi imtihonlar bor. Ularda ham 4 ta ko'nikma baholanadi va ularga tegishli darajadagi sertifikat beriladi. Bizda yillar davomida bir muammoga duch kelardikki, mana shu imtihonlarda ko'zi ojiz shaxslar uchun bu imtihon formati to'g'ri kelmasdi. Ular bu imtihonda ishtirok eta olmasdi. Ishtirok etsa ham imtihondan o'ta olmasdi. Chunki u yerda 4 ta ko'nikma mavjud. Bular tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish va gapirish. O'z-o'zidan o'sha ko'nikmalar ko'zi ojiz shaxslarga to'g'ri kelmasdi. Shuning uchun ular qatnasha olmasdi. Qatnasha olsa ham yaxshi natija ko'rsata olmasdi. Joriy yilda bu bo'yicha o'zgarish bo'ldi. Agentlik tomonidan, ya'ni bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan ko'zi ojiz shaxslar uchun alohida format ishlab chiqildi. Buni
yaxshi tomoni nimadaki, boshqa talabgorlar umumiy tartibda 4 ta ko'nikma bo'yicha imtihon topshirib sertifikat oladigan bo'lsa, ko'zi ojiz shaxslarimiz 2 ta ko'nikma bo'yicha, demak bu tinglab tushunish va gapirish ko'nikmalari bo'yicha imtihon topshirib xuddi shu sertifikatni olishi mumkin. Demak, bu yerda o'qish va yozish ko'nikmalari chiqarib tashlanyapti. Endi bu degani ular umuman baholanmaydi degani emas. Qolgan ko'nikmalar orqali o'sha talabgorlarni chet tilini bilish darajasi o'zgarishi baholanadi. Bu to'g'risi aprobatsiya jarayonlarida ham va real imtihon o'tkazganimizda ham o'sha imtihonda ishtirok etgan talabgorlar tomonidan judayam yuqori baholandi. Ya'ni ular judayam xursand bo'lishdi. Imtihonlar demak bizda kompyuterda tashkil etilyapti bu imtihonlar. 2025-yilda birinchi yarmida adashmasam 3 martami yoki 4 martami imtihon bu turdagi imtihonni o'tkazdik. Bu o'sha aprobatsiyalardan tashqari imtihon kompyuterda bo'ladigan bo'lsa, o'sha talabgorimiz kompyuterga keladi, hamma narsa ovoz orqali, ya'ni ko'rish orqali emas, talabgorlarga savollar kompyuterda ko'rsatilishdan tashqari audio orqali beriladi. O'sha tinglab tushunish bo'yicha bo'lim ko'nikmani baholashda ham ular o'sha matn audioni eshitib, keyin o'zini javoblarini o'sha kompyuterda kiritish yoki qog'ozda belgilash o'rniga gapirib ifodalaydi. Gapirish ko'nikmasini baholashda ham unda demak savollar qisqaroq bo'ladi, javob beriladigan qismi ko'proq bo'ladi. Unda ham xuddi shunday tarzda ifodalashdi va biz bu narsani amaliyotga joriy qilganimizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymanki, juda ko'pchilik uchun manfaatli bo'ldi. Biz shunday hisoblaymiz va talabgorlardan ham shunaqa feedback oldik. Endi bu albatta imtiyoz emas, lekin imkoniyat. Biz juda zo'r imkoniyat, chunki bu sertifikat bilamiz o'sha oliy ta'lim muassasasida kirishda ham qo'llanadi. Shu mavzumizga sal bo'lsa ham aloqasi bo'lgani uchun aytib o'tib ketdim. O'zi umuman universitetga kirishda bu xorijiy tilni bilish sertifikati muhim hisoblanadi. Hatto shunaqa holatlar bor. Mana o'qituvchilarimizda o'sha sertifikatga ega bo'ladigan bo'lsa, ularni oylik ustamasiga ham qo'shimcha haq to'lanadi. Bu tomonlari yaxshi. Endi asosiy bir o'zgarish, yangilik, imkoniyat sifatida shu narsani ayta olamiz. Rahmat. Tushunarli, kattakon rahmat. Albatta bu sertifikat masalasi ko'p yillardan beri yechim kutayotgan edi. Sababi o'sha chet tilidan dars berayotgan nogironligi bor odamlar ham, pedagoglar ham juda ham qiynalishayotgan edi. Sababi o'sha chet tili sertifikati bo'lmasa, ishdan bo'shatilish holatlari, bir qancha o'sha o'ziga yarasha risklarni olib kelayotgan edi. Kattakon rahmat. Bu to'g'risida albatta yana qo'shimcha bir ma'lumotlarni berib o'tamiz materiallar orqali. Mana nogironlikni biz guruhlarga bo'lamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh nogironligi belgilanadi O'zbekistonda. Lekin oliy ta'limga kirayotganda nogironlikni 4 ta guruhi borligini bilamiz. Mana shu 4 ta guruh haqida tushuncha bersangiz. Rahmat Ulug'bek aka. Demak, o'zi nogironlik guruhi 3 ta guruhga beriladi. Buni sizlar mendan ham ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Demak, bular birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruh. 4-chi toifa sifatida qaraladi. Bu nogiron bola. Ya'ni hali o'sha tegishli yoshga yetmagani uchun ularga guruh berilmaydi, nogiron bola sifatida qayd etiladi. Bu o'sha Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiyasining tegishli bazasida 4 raqam bilan belgilanadi. Oldin shunaqa edi, endi hozir o'zgarmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun 4 ta toifa bor deb aytamiz umumiy tartibda. Endi ularni qo'llanishiga keladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga kirishda ularni 3 tasiga imtiyoz qo'llanadi. Bu birinchi guruh, ikkinchi guruh va nogiron bola. Ayrimlar o'ylaydi o'sha tegishli bazada 4 raqam kelgani uchun bu 4-guruh, bu 3-guruhga qo'llanmadimi, 4-guruhga ham imtiyoz qo'llanmaydi deb o'ylaydi. Aslida bu nogironlik bo'yicha 4-guruhni emas, balki u nogiron bola toifasiga kirishni anglatadi. O'sha tegishli qonunchilik hujjatlarida oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga
kirishda mana shu 3 ta toifaga imtiyoz berilishi belgilangan. Endi o'z-o'zidan imtiyozni qo'llanishiga o'tsak, Ulug'bek aka, hali davomida savol bormi yoki qo'llanishini ham bir yo'la tushuntirib ketsam bo'ladimi? Manimcha qo'llanishini ham aytib ketsak yaxshi bo'ladi. Rahmat. Demak, imtiyozni qo'llanishiga to'xtaladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga kirishda, demak bu o'qishga kirish imkoniyatini berishda o'zini imtiyozi bor va yana bir undan oldingi bir holat borki, uni ham aytib o'tib ketsak bo'ladi. Bilamiz, oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida ishtirok etish uchun abituriyentlar ma'lum miqdorda to'lovni amalga oshiradi. Bu bazaviy hisoblash miqdorini 0.5 baravarini tashkil etadi. Demak, amalda bu hozir joriy kun holatiga 187.500 so'm. Mana hozir bizda 5-iyundan abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish boshlangan bo'lsa, bu 25-iyunga qadar davom etadi. Mana shu muddat davomida abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tganda, agar ular joriy yil bitiruvchisi bo'lmasa, bu demak maktab yoki akademik litseylar yoki kasbona maktablarini 2025-yilda tugatgan bo'ladigan bo'lsa, ular to'lov qilmaydi. Oldingi yillarda tugatganlar o'z-o'zidan test sinovida ishtirok etish uchun to'lov qilishlari kerak. Lekin nogironligi bo'lgan shaxslar, demak o'sha yuqorida ta'kidlaganimiz birinchi, ikkinchi guruh yoki nogiron bola toifasiga kiradigan bo'lsa, ular ta'lim muassasasini qaysi yilda tugatgan bo'lishidan qat'iy nazar test sinovi uchun to'lovni amalga oshirmaydi. Ya'ni ular test sinovlarida bepul tarzda ishtirok etadi. Endi bevosita test sinovlariga to'xtaladigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxslarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 2% qo'shimcha kvota beriladi. Bu 2% kvota oliy ta'lim muassasasi har yili oliy ta'lim muassasalari va ta'lim shakllari kesimida tasdiqlanadi. Aytaylik, O'zbekiston Milliy universitetiga abituriyentimiz topshiradigan bo'lsa, O'zbekiston Milliy universitetida bir nechta ta'lim shakllari mavjud. Kunduzgi, kechki, masofaviy bo'lishi mumkin. Oldingi yillarda sirtqi ta'lim shakli bo'lardi. Bu yildan boshlab mana Prezidentning 76-son farmoni qabul qilindi. Sirtqi ta'lim shakli joriy yilda ochilmasligi, bundan keyin ochilmasligi belgilandi. Endi o'z-o'zidan bu yil sirtqi ochilmaydi. Uning o'rniga muqobil boshqa ta'lim shakli ochilishi ko'zda tutilgan. Endi bu kvotalar tasdiqlanganda bilamiz. Demak, umumiy tartibda aytishimiz mumkinki, har bir universitetni har bir ta'lim shakli uchun alohida nogironligi bo'lgan shaxslarga kvotalar tasdiqlanadi. Bu kvotaga mana shu yerga ro'yxatdan o'tgan nogironligi bo'lgan shaxslargina da'vogarlik qila oladi. Endi yana ham soddoroq tushuntirsak, ya'ni mana qonunchilik hujjatidan tashqariga chiqib tushunarli bo'lish uchun, bir abituriyentimiz O'zbekiston Milliy universitetini kunduzgi ta'lim shakliga topshiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan shu kunduzgi ta'lim O'zbekiston Milliy universitetiga topshirib, kunduzgi ta'lim shaklini tanlagan abituriyentlar bilangina raqobat qiladi. Ya'ni umumiy tartibdagi abituriyentlar bilan ham raqobat qilmaydi yoki kechki ta'lim shakliga topshirgan abituriyentlar bilan ham raqobat qilmaydi. Faqatgina shu o'zini toifasidagi shu universitetni shu ta'lim shakliga topshirganlar bilan raqobat qiladi va o'sha tegishli kvotaga kiradigan bo'lsa, deylik 20 ta joy ajratilgan bo'lsa, eng yuqori ball to'plagan 20 nafar abituriyentimiz davlat granti asosida talabalik tavsiya etiladi. Bu har bitta universitet, har bitta ta'lim shakli bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. Shu yerda o'sha minimal to'planish kerak balli ham eslatib ketsangiz, Jamshid aka, iltimos. Minimal ballga to'xtaladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga kirishda har yili davlat komissiyasi tomonidan minimal o'tish ballari tasdiqlanadi. Bu oldingi yillarni ko'radigan bo'lsak, davlat granti uchun 68 ball, to'lov kontrakt uchun 56.7 ball etib belgilanyapti. Joriy yilda endi hali belgilanmadi, bu test sinovlaridan so'ng belgilanadi. Lekin o'tgan yillar misolida bemalol tushuntirib ketsak bo'ladi. Bu nima degani? Demak, abituriyentimizda imtiyoz bo'ladimi yoki umumiy tartibda tanlovda qatnashadimi? Davlat granti asosida tanlovda ishtirok etish uchun va davlat granti asosida o'qishga kirish uchun eng kamida 68 ball to'plash kerak. Shu ballni to'plasagina o'sha tegishli kvota doirasida tanlovda ishtirok etadi. Endi davlat granti emas, to'lov kontrakt asosida tanlovda ishtirok etish uchun eng kamida 56.7 ball to'plash kerak. Agar undan past ball to'playdigan bo'lsa, o'zidan tanlovda ishtirok etmaydi, talabalikka tavsiya qilinmaydi. Lekin nogironligi bo'lgan shaxslarda bu borada ham istisno qilib beriladi. Qayd etish kerak, faqatgina nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki chin yetimlarga bunday holat qilib berilyapti, xolos.
o'tgan yil mana shu ikkita toifaga berilgan. Ularda davlat granti uchun o'tish balli ham 56.7 ball qilib berilyapti. Ya'ni davlat komissiyasi shunaqa belgilab beryapti. Bu albatta quvonarli, chunki kvotalarni ko'radigan bo'lsak, o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga ajratilgan kvotalarda 68 ball va undan yuqori to'plaganlarni soni yetarli bo'lmaydi. Ko'p joyda o'sha kvotalar bo'sh qolib ketish holatlari bo'ladi. 56.7 ballni oladigan bo'lsak, demak 56.7 ball bilan 68 ball orasida ham anchagina abituriyentlarimiz bo'ladi. Ular shu kvota asosida davlat granti bo'yicha o'qishga tavsiya etilyapti. Va albatta quvonarli, shu orqali biz ko'proq abituriyentlarni, demak ko'proq nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat granti asosida o'qishga tavsiya eta olyapmiz. Demak, umumiy imtiyoz haqida to'xtaladigan bo'lsak, ularga beriladigan imkoniyat shu. Endi imtihonlarni tashkillashtirishda, imtihonlarni o'tkazishda ham ularga yaratiladigan sharoitlar bor. Ularga ham to'xtalsak bo'ladi. Bir narsa esdan chiqdi, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Nogironligi bo'lgan shaxslarni o'zi biz ikkita toifaga ajratamiz. Ya'ni nogironlik guruhidan tashqari, ya'ni umumiy ko'zi ojiz bo'lgan abituriyentlar, demak ko'zi bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar. Demak, ko'zi ojiz abituriyentlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, demak ular umumiy tartibdan tashqari alohida qaraladi. Ular oliy ta'lim muassasasiga kirish test sinovlarida ishtirok etmaydi. Ular uchun oliy ta'lim muassasalari tomonidan maxsus imtihonlar o'tkaziladi. Demak, bu imtihonlar 2017-yilda Vazirlar Mahkamasining 393-son qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan birga oliy ta'lim muassasasining bakalavriatiga talabalarni o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan va nizomning ilovasida oliy ta'lim muassasasiga ko'zi ojiz abituriyentlarni o'qishga qabul qilish tartibi ham belgilangan va bu yerda o'sha ko'zi ojiz shaxslarga kimlar kiradi, ularning imtihonlari qanaqa tarzda o'tkaziladi, bularni hammasi keltirib o'tilgan. Agar vaqtimiz yetadigan bo'lsa, vaqtimiz bemalol bo'lsa, uni ham batafsil tushuntirib ketamiz. Qisqacha qilib, lo'nda qilib aytib ketsak menimcha bo'ladi. Demak, bu yerda 4 ta toifa keltirilgan, ko'zi ojiz shaxslarga kimlar kirishi. Endi qarorni o'qib o'tirmasdan sodda tilda tushuntirib ketaman. Demak, ularni umumlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, agar ko'zi bo'yicha birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, ularni ko'zi ojiz sifatida qaraladi. Yoki birinchi guruh emas, deylik ikkinchi guruh bo'lsa ham maxsus maktab internatlarda, maxsus o'sha ko'zi ojizlar uchun ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari yoki umuman maxsus ta'lim muassasalarida o'qigan bo'lsa ham, birinchi guruh bo'lmasa ham ular ko'zi ojiz hisoblanadi. Ya'ni qisqa qilib umumiy tartibda ko'zi ojizlarga kimlar kirishini shunday aytishimiz mumkin. Akademik litsey, kasb-hunar maktabi yoki maxsus maktab bo'lishi mumkin, ko'zi ojizlarga ixtisoslashgan. Endi ularni imtihonlari yozma yoki og'zaki shaklda oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etiladi. Unda o'sha qabul komissiyalari tomonidan maxsus maslahat markazlari tashkil qilinadi. Imtihonni o'tkazuvchi maxsus komissiya tuziladi. Komissiya tarkibiga ko'zi ojizlar yoki nogironlar jamiyatining vakili kiritiladi. Maxsus imtihonlar o'tkaziladi va odatda amaliyotdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, aksariyatida deyarli barchasida desak ham bo'ladi, imtihonlar ko'zi ojiz abituriyentlarga qulay bo'lish uchun suhbat tarzida tashkil etilyapti. Endi hammasida 100% suhbat bo'ladi deb ayta olmaymiz, lekin amaliyotda ko'proq shu holatga duch kelamiz. Endi o'qishga kirish holati qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, kirish imtihonlari ko'p balli tizim bo'yicha, demak, yo 100 ballik yoki 5 balli tizimda baholanadi. 100 balli tizimda baholanadigan bo'lsa 55% yoki undan yuqori ball olganlar, 5 balli tizimda baholanadigan bo'lsa 3 yoki 4 yoki 5 ball olgan ko'zi ojiz abituriyentlarimiz davlat granti asosida talabalikka tavsiya etiladi. Bu yerda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihat, bu yerda hech qanday kvota soniga cheklov qo'yilmagan. Mazkur toifada abituriyentlarimiz soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu imtihonda minimum talabni bajaradigan bo'lsalar, ularni barchasi o'sha ta'lim shaklidan, abituriyentlarning talabgorlarning sonidan qat'iy nazar davlat granti asosida talabalikka tavsiya etiladi. Ya'ni mana bu 2% kvotaga ular qo'shilmaydi va misol uchun
bu narsa bir-biri bilan umuman aloqador emas, ya'ni kvota ajratilishi bo'yicha. Xuddi shunday. Tushunarli. Xuddi shunday. Ya'ni o'zaro raqobat ham yo'q hatto. Qancha bo'lsa hammasida talabalikka tavsiya etiladi grant asosida. Faqat minimum talablarni bajarish kerak. Tushunarli. 2% kvotada testga kirishadi. Unda imtihonda ishtirok etishadi. Unda o'zaro raqobat bor. Va o'sha kvotaga kirganlargina tavsiya etiladi. Lekin bu yerda ham bir holatni aytib o'tish kerak. Ayrim bir oliy ta'lim muassasalarida deylik mavqei yuqoriroq bo'lgan abituriyentlarimiz o'rtasida tanlanish ehtimolligi yuqori bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida o'sha kvotalarni to'lishi va yuqori ball to'plagan nogiron bo'lgan abituriyentlarimiz davlat granti asosida o'qishga kira olmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Lekin ularni ham ko'pida menimcha bemalol 50% dan yuqorisa deb ayta olaman. Endi aniq soni esimda yo'q. O'sha minimum talabni bajargan nogiron bo'lgan abituriyentlarimiz ham odatda davlat granti asosida talabalikka tavsiya etiladi. Ya'ni o'sha ajratilayotgan kvota yetarli darajada deb aytsak bo'ladi. Juda ko'p joyda o'sha kvotalarni bo'sh qolib ketish holatlariga ham duch kelamiz. Tushunarli. Jamshid aka, menimcha yana bu yo'nalishda baribir izohlada kelgan savollar ham bor. Men iltimos qilardim, shaxsiyga yozmasdan savollaringizni izohlaga yozsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi chalg'ishga imkoniyat yo'q. Izohlada savol qoldirsanglar, albatta takrorlanmagan savol bo'lsa o'qib eshittiramiz. Endi mana imtihonlarni tashkil qilish jarayonlari haqida gapirib o'tsak, ya'ni qanchalik o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar uchun jismoniy sharoitlarni yaratishda nimalarga e'tibor qaratilyapti, o'zi agentlik misol uchun va vazirlik bu borada qanday kafolatlarni beradi nogironligi bo'lgan insonlarga, abituriyentlarga, ya'ni qulayliklar, sharoitlar bo'yicha. Rahmat Ulug'bek aka. Demak, o'sha sharoitlar haqida gapirishdan oldin o'sha 1-2 daqiqa vaqt ketsa ham qabulni tartibini aytib ketsam, chunki ko'pchilik eshitishi mumkin, bu borada ham tushunmovchilik bo'lishi mumkin. O'tgan yildan boshlab oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga qabul avval test, so'ng tanlov tamoyiliga muvofiq amalga oshirila boshlandi. Oldinlari abituriyentlarimiz faqatgina bir marta ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'tgan yildan boshlab mana joriy yilda ham 2 marta ro'yxatdan o'tishadi. Bu birinchisi 5-iyundan 25-iyunga qadar, ya'ni amalda ketayotgan jarayon. Abituriyentlarimiz test sinovida ishtirok etish uchun kerak bo'lgan faqatgina minimum ma'lumotlarni to'ldirishadi. Bu test sinovi topshiriladigan fanlar, test topshirish tili, test topshirish hududi. Agar kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladigan yo'nalishga topshirmoqchi bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladigan yo'nalish bilan birga bu imtihonni qaysi oliy ta'lim muassasasida topshirishni tanlaydi. Ya'ni birinchi bosqichda boshqa hech qanaqa ma'lumotlar kerak emas. Mana shu ma'lumotlar abituriyentni test sinovida o'tkazish uchun yetarli. Demak, 25-iyungacha ro'yxatga olinadigan bo'lsa, o'sha abituriyentlar soni aniq bo'lgandan so'ng test sinovini qaysi binolarda o'tkazilishi, qaysi sanalarda o'tkazilishi, umuman imtihon bilan bog'liq masalalar yakuniy holatiga keladi va prezident qarorida ko'rsatilgan imtihonlar iyul-avgust oylarida o'tkazilishi, imtihonning aniq sanalari davlat komissiyasi tomonidan belgilanishi. Mana o'tgan yilni ko'radigan bo'lsak, o'tgan yili test sinovlari 14-iyuldan 25-iyulga qadar o'tkazildi. Joriy yilda ham katta ehtimol bilan shu iyul oyida o'tkaziladi. Va ikkinchi bosqich haqida ham biroz aytib ketishimiz kerak. O'sha abituriyentlarimiz test sinovida ishtirok etadigan bo'lsa, test sinovida ishtirok etgan kun ertasigayoq o'zini to'plagan ballni bilib oladi va ikkinchi bosqich, ro'yxatdan olishning ikkinchi bosqichida abituriyentlarga 15 kun muddat beriladi. Bu oliy ta'lim muassasalarini tanlash uchun. Ya'ni birinchi bosqichda abituriyentimiz hech qanaqa oliy ta'lim muassasasini tanlamadi, hech qanaqa yo'nalish tanlamadi. Faqat imtihon uchun minimal ma'lumotlarni to'pladi. Aytaylik, kimyo va biologiya fanlaridan va 3 ta majburiy fandan test sinovini topshiraman. Buni o'zbek tilida topshiraman. Test sinovini topshirish uchun menga Sirdaryo viloyati qulay degandek ma'lumotni to'ldirdi, xolos. Demak, shu ma'lumot asosida abituriyent imtihonda qatnashib chiqdi. Endi abituriyent tanlash kerak, qaysi universitetni, qaysi ta'lim shaklida, qaysi ta'lim yo'nalishida o'qimoqchi. Demak, bunda baribir o'sha abituriyentga 5 tagacha yo'nalish tanlash imkoniyati beriladi. Bu imkoniyat saqlanib qolinadi. Bu nima uchun yaxshi? Bu abituriyentlarga o'zini baldan kelib chiqib, to'g'ri taxmin qila olish, ya'ni o'zini o'qishga kirish imkoniyatini to'g'ri baholay olish uchun kerak.
Endi umumiy tartibda bu narsani aytib o'tishni lozim topdim, chunki bu o'tgan yili o'zgarish bo'lgan va ayrim abituriyentlarimizda tushunmovchilik bo'lib savollar paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi bevosita test sinovlarini tashkil etish va o'tkazishda nogironligi bo'lgan shaxslarga qanaqa sharoitlar yaratiladi deydigan bo'lsak, ularni demak nogironligi bo'lgan shaxslarni bir nechta toifalarga ajratishimiz mumkin. Endi bu albatta shartli ravishda, ya'ni bu ularga yaxshiroq sharoit yaratib berish uchun. Yuqorida biz gaplashdik, ko'zi ojiz shaxslar uchun imtihon qanaqa o'tkazilishi, ular qanaqa tartibda bo'lishini. Endi boshqa toifalarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi toifa sifatida biz eshitish va nutqida nuqsoni bor abituriyentlarni keltirishimiz mumkin. Ular uchun imtihonda qanaqa sharoitlar qilib beriladi? Bilamiz, ayrim o'sha eshitish va nuqsoni bo'lgan abituriyentlar o'sha pastroq eshitadigan bo'lsa, ularda maxsus eshitish moslamalari bor. Yaxshiroq eshitish uchun o'sha quloqqa taqiladi. Men o'zim ko'rganlarimda shunaqa. Shu orqali ular yaxshiroq eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bilamiz, oliy ta'limga kirishda o'sha binoga kirishda abituriyentlar tekshirib kiritiladi va ortiqcha har qanday vositalarni olib kirish taqiqlanadi. Ya'ni mumkin emas, ayniqsa shunday elektron qurilmalar. Lekin biz o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni eshitish va nutqida nuqsoni bor abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha maxsus eshitish moslamalari bilan kirishga ruxsat beramiz. Bu albatta tekshiruvdan o'tgan holda ruxsat beriladigan narsa. Va jarayonni o'zida ular uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tgan surdo tarjimonlar biriktiriladi. Surdo tarjimonlar ham asosan ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanayotgan, o'sha asosan maxsus maktablarda surdo tarjimonlik qilayotgan, shunday toifadagi o'quvchilarga dars berayotgan pedagoglarni biriktiramiz. To'liq jarayonni ularga tushuntirib berish, test materiallaridan foydalanish, imtihonni qanday topshirish, umuman barcha ma'lumotlarni berish, ularga yordam ko'rsatish va umumiy nazoratni ham shu bilan birga imtihonlarning shaffof o'tishini ta'minlash uchun. Endi keyingisi, ko'zi ojiz shaxslardan tashqari zaif ko'ruvchi abituriyentlarimiz ham mavjud. Ya'ni ular ko'zi ojiz toifasiga kirmaydi. To'liq ko'zi ojiz emas, lekin zaifroq ko'radi. Qanchadir darajada ko'radi. Demak, o'sha yuqorida ta'kidlaganimiz ko'zi bo'yicha birinchi guruh nogironligiga ham to'g'ri kelmaydi yoki maxsus ta'lim muassasalarida o'qimagan. Ya'ni umumiy tartibda o'qigan va ikkinchi guruh bo'lishi mumkin yoki uchinchi guruh bo'lishi mumkin nogironligi. Ularda biz vaziyatdan kelib chiqib o'sha yozuvni kattalashtiruvchi moslamalar bilan kirishga ruxsat beramiz yoki o'sha juda ko'p uchraydigan holat zreniya bo'yicha ko'zoynak taqadi deymiz, ya'ni xalqimiz tilida ko'p ko'zoynak zreniyanikimi, quyoshnikimi deb so'rab qo'yamiz. O'sha ko'zi bo'yicha o'sha maxsus ko'zoynaklar, plus yoki minus ko'zoynaklar bilan kirishga ruxsat beriladi. Lekin o'sha quyoshdan to'suvchi yoki boshqa ko'zoynaklar bilan umumiy tartibdagi abituriyentlarga kirishga ruxsat berilmaydi. Va ularga yana bir yordam, o'sha abituriyentlarga test sinovlarida test topshiriqlari kitobi bilan birga javoblar varaqasi beriladi. Javoblar varaqasida har bitta test topshirig'ida 4 tadan javob varianti doira shaklida ko'rsatilgan bo'ladi. Bu A, B, C, D harflari va doirachalar hammasi qizil rangda 90 ta test topshirig'i bo'ladigan bo'lsa, har birida 4 tadan 360 ta doiracha. Kichkina bu o'sha ko'zni qamashtiradigan narsa. Albatta o'sha zaif ko'ruvchi abituriyentlar bunda chalkashishlari mumkin. Endi albatta o'zi bo'yay oladiganlar ham chiqadi, lekin o'sha bo'yashda qiynaladiganlar ham chiqadi. Bu bo'yash juda ham muhim, chunki abituriyentning test topshiriqlari kitobi tekshirilmaydi, uni javoblar varaqasi tekshiriladi. Javoblar varaqasiga bo'yayotganda aytaylik B harfini bo'yashni o'rniga abituriyentimiz o'sha adashib A-ni yoki C-ni bo'yab qo'yadigan bo'lsa, o'z-o'zidan javobi xato bo'lib qoladi. Yoki doirachani to'g'ri bo'yay olmasa, maxsus skanerlar uni o'qiy olmaydi. Va shu holatlarda shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, abituriyentlarga javoblar varaqasini to'ldirish uchun, o'sha to'g'ri javoblarni belgilash uchun biz yordamchi beramiz. O'sha zaxira guruh nazoratchilari deb aytamiz odatda. Guruh nazoratchilari abituriyentni o'sha test topshiriqlari kitobiga ishlagan javoblarini javoblar varaqasiga ko'chirib berishadi.
Ya'ni shu bo'yalish yerda bitta holati. narsani oydinlashtirib ketsak, uzr so'rayman Jamshid aka. Bemalol. Ko'pchilik shu toifadagi odamlar aytadi, "Yo" deydi, "man o'zimni yonimda odam olib borsam kiritishadimi yo'qmi?" deyishadi. Demak, o'sha imtihon kuzatuvchilari yordam berishadi. Ya'ni yonida misol uchun hamroh bo'lib kirishga hech kimga ruxsat berilmaydi, to'g'rimi? Albatta shunday, yonida odam bilan kirishga ruxsat berilmaydi. Endi albatta bu imtihonni xavfsizligi bilan bog'liq masala. Men bu bilan kimdir ayblamoqchi emasman, lekin o'sha yonida kim bilandir kirishga ruxsat beradigan bo'lsak, o'sha ayrimlarda shu fanni yaxshi biladigan mutaxassisni olib kirib ishlatishga ham harakatlar bo'lishi mumkinda. O'ziga yarasha imtihonni xavfsizligi bilan bog'liq holatlar bor. Shuning uchun yonida odam bilan kirishga ruxsat bermaydi, lekin unga maksimal darajada yordam bera oladigan odam biriktirib beriladi. Endi buni amalga oshirishda ham o'sha holat ko'riladi. Abituriyent javoblar varaqasini qanchalik bo'yay olyapti, o'zi bo'yayotgani qanchalik darajada to'g'ri, buni tekshirsa bo'ladimi yo'qmi? Agar o'zi bo'yayotgani to'g'ri keladigan bo'lsa, qo'shimcha odam biriktirishsa ham masalani hal qilish mumkin. Lekin haqiqatan yordam berish kerak deb hisoblanadigan bo'lsa, bu o'sha har bitta binoda bilim va malakalarni muvofiqlash agentligining xodimlari bo'ladi. Ular bino rahbari sifatida biriktirilgan. Shu binodagi barcha imtihonlarni muvofiqlashtirish va ularni shaffof va adolatli o'tishiga mas'ul hisoblanadi. U ko'rib chiqib, o'sha holatdan kelib chiqib qaror qabul qiladi va unga nazoratchi biriktirib beradi. Bu yerda o'sha dalolatnoma tuziladi, guruhdagi abituriyentlarning roziligi olinadi, abituriyentlardan guvohlar qo'yiladi. Demak, o'sha unga to'g'ri yordam ko'rsatilayotgani, unga o'sha test topshiriqni ishlash bo'yicha yordam berilmayotgani, deylik, korrupsion holat yoki boshqa biror holat bo'lmayotganligini asoslash uchun, ya'ni guruhning roziligi va guvohlar ishtirokida tegishli yordam ko'rsatiladi. Endi yana bir toifani aytishimiz mumkin, bu tayanch harakat tizimida nuqsoni bor abituriyentlar. Endi sodda tilda balki o'sha maxsus aravachalarda harakatlanadiganlar deb aytishimiz mumkin, yoki qo'ltiq tayoqda harakatlanadigan yordamchi vositalardan foydalanib harakatlanadigan abituriyentlar. Shunday toifadagi abituriyentlarimiz bo'lsa, ularni o'sha hududga kelganidan boshlab binoga kirib chiqishda yordam ko'rsatiladi. Endi albatta bu o'zimizni xalqimizning mentalitetidan kelib chiqsa ham, istalgan bir O'zbekiston fuqarosi bunday toifadagi abituriyentlarga yordam ko'rsatadi o'zi. O'sha mana imtihonlarda biz Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari xodimlari, umuman juda ko'p tashkilot xodimlari jalb qilinadigan bo'lsa, ular ham tashqarida odatda mana e'tibor beramiz, qarab turmaydi. Shunday toifalar bo'lsa, albatta o'sha aravachasini terib yetalab olib keladi, qo'lidan oladi, yoniga kiradi. Umuman ularni kirib chiqishida yordam ko'rsatadi. Agar qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, imtihon o'tkazadigan hudud kattaroq bo'ladigan bo'lsa, biz mana tibbiyot xodimlaridan iltimos qilamiz, har bitta binoga tez yordam mashinalari biriktirilgan bo'ladi. Albatta bu ularning vazifasiga kirmaydi, lekin vaziyatdan kelib chiqib ularga yordam berishga harakat qilamizki, ular o'sha mashinada hudud kattaroq bo'ladigan bo'lsa, hududga kirish joyidan binogacha kerak bo'lsa mashinada olib kelib qo'ygan holatlar bo'ladi. Men o'zim deyarli har yil imtihonlarga chiqaman, shu holatni kuzatamiz. Vaziyatdan kelib chiqib unga qanday yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha kirish chiqishda shu yordam qilib beriladi. Imkon darajasida, maksimal darajada bu qilib beriladi. Endi bu albatta kirib chiqish xolos. Endi kirganda ham tayanch harakat tizimida nuqsoni bor abituriyentlarda ham bitta holat bor. Mana bu oyoqda bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha qo'li bilan yozishda, javoblar varaqasi bilan ishlashda muammo yo'q. Lekin shunday abituriyentlar bor, bu tayanch harakat tizimi mana qo'lda bo'ladi. O'z-o'zidan ularni ruchkani ushlashi, javoblar varaqasini bo'yashda ularda muammolarni keltirib chiqadi. Ularda ham xuddi yuqorida ta'kidlaganimizdek, zaif ko'ruvchi abituriyentlarga qilib berganimizdek, zaxiradan nazoratchi biriktirgan holatda unga javoblar varaqasini to'ldirishda, ya'ni javoblar varaqasini bo'yashda yordam ko'rsatiladi. Albatta bu ham yuqoridagi tartibda dalolatnoma qilib, guvoh abituriyentlar ishtirokida ko'rsatiladi. Endi bu hozir to'rtta toifani, umumlashgan holda to'rtta toifani gaplashdik. O'sha ko'zi ojiz abituriyentlarimiz, eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan abituriyentlar, zaif ko'ruvchi abituriyentlar va tayanch harakat tizimida nuqsoni bor abituriyentlarni gaplashdik. Lekin jarayonda qandaydir nyuanslar ham chiqib qolishi mumkin, force major holatda bo'lishi mumkin. Bu degani ularga hech qanaqa yordam ko'rsatilmaydi degani emas. Barcha binolarda agentlik xodimlari bo'ladigan bo'lsa, ular vaziyatdan kelib chiqib, shu holatdan kelib chiqib, qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa,
o'sha qonunchilikdan chiqmagan holda tegishli yordamlarni ko'rsatishadi. Bu borada Individual biz qaror qabul qilishadi. individual ularga yordam ko'rsatiladi. Bu bo'yicha biz har doim tayyormiz yordam ko'rsatishga. Qandaydir yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishsa biz qilib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Mana murojaat deganingizga hozir podkastimiz birinchi qismini oxirida bitta savol bermoqchi edim. Mana ko'plab savollar bo'ladi, muammolar bo'ladi va muammolarni hal qilishda bir qancha endi qiyinchiliklar bo'ladi-da. Shu muammolarga duch kelayotganda, ro'yxatdan o'tishda, misol uchun yokida test jarayonlarida misol uchun shunaqa bir to'siqlar nimadirlar bo'lib qolsa, qayerga murojaat qilishsa bo'ladi? Qanaqa manbalar bor? Murojaat qilib, o'zlarini o'sha murojaatlari yoki demayli sodda tilda aytaylik, shikoyatlarini qayerga yuborishlari mumkin? Imtihonlarni o'tkazishdami, Ulug'bek aka? To'g'ri tushundingizmi? Umuman hujjat topshirishda ham va masalan imtihonlarni jarayonida. Tushunarli. Ulug'bek aka, agar bevosita agentlikni o'zini faoliyatidan kelib chiqsak, bilim va malakalarni baholash agentligini barcha hududlarda o'zini vakillari mavjud. Ya'ni o'zini xodimlari mavjud. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida ham, Xorazm viloyatida ham, Andijon viloyatida ham o'zini xodimlari mavjud. Agar agentlik vakolatiga kiradigan holat bo'ladigan bo'lsa, deylik, mana ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq holatlar yoki imtihonlarda nogironlik bo'lgan shaxslarga sharoit yaratib berish bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, bevosita ularga murojaat qilib yordam olishlari mumkin. To'g'ri, ro'yxatdan o'tish onlayn, bu abituriyentni o'zi amalga oshiradigan narsa, lekin bizni xodimlarimiz bu seni ishing, o'zing qilishing kerak deb ularni qaytarib yubormaydi. Qo'ldan kelgancha ularga tushuntirish ishlarini amalga oshirishadi. Kerak bo'lsa o'sha ro'yxatdan o'tishga ham yordam berishi mumkin. Bunda hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Imtihonlarda sharoit yaratish bilan bog'liq masalalarda ham, demak, o'sha hududlardagi xodimlarimiz o'sha hududda test sinovlariga tayyorgarlik ko'rishni muvofiqlashtirishadi. Test sinovlarida ham o'zlari ishtirok etishadi. Bundan tashqari o'sha agentlik markaziy apparatidan ham hududlarga xodimlar yuboriladi. Bemalol o'sha imtihonlardagi sharoitlar, u yerda nogironlik bo'lgan shaxslarga yaratiladigan imkoniyatlar haqida ularga murojaat qilib ma'lumot olishi, ulardan yordam so'rashi mumkin. Faqat qonunchilik doirasida. Endi bular viloyat markazida joylashgan, endi viloyat hududlarda xodimlarimiz ko'p emas, eng kamida 2 ta, eng ko'pi bilan 4 ta xolos. Ko'plab abituriyentlarda o'sha ularga murojaat qilish nimasi, deylik, chetroq bir qishloqdan yoki tumandan bo'ladigan bo'lsa, viloyat markaziga kelib ketish o'ziga yarasha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarda ular telefon orqali ham agentlikni 1195 qisqa raqami, bu kol markazimiz, unga murojaat qilib o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha savollarga javob olishi yoki o'sha murojaatini qoldirishi mumkin. Biron bir bot yo anaqa yo'qmi, boshqa qo'shimcha resurs? Telegram botimiz yo'q, lekin o'sha 1195 kol markazimiz 24/7 rejimda ishlaydi. Hududiy bo'limlarimiz ham murojaatlarni har doim qabul qilishadi va bitta pochta qoldirishimiz mumkin. info@dtm.uz elektron pochtasiga yoki info@uzbnb.uz elektron pochtasiga agar murojaatlari bo'ladigan bo'lsa, shu pochtaga yuborishlari mumkin. Albatta, Telegram bot emas. Bu bot emas, lekin o'sha xuddi arizaga o'xshab uni kirim qilib, tegishli tartibda ko'rib chiqiladi. Bu endi agentlik doirasidagi holatni aytdim. Lekin bilamiz, mana yaqin yillarda, adashmasam 2-3 yil bo'ldi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Hozir qaysi yili tashkil etilgani esimda yo'q. 2023-yili. 2 yil bo'libdi, demak. 2023 Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilib, hozir bevosita o'sha bu toifa bilan Ijtimoiy himoya milliy agentligi shug'ullanyapti. Ularni bilamizki, har bitta hududda, har bitta tumanda o'zini bo'limlari mavjud. Inson markazlari. Ayrim tumanlarda hatto inson ijtimoiy markazlar ham qilindi, lekin bu hamma joyda emas.
hamma joyda markazda qilingani yo'q, lekin bo'limlari mavjud, har bitta tumanda mavjud. Ularga murojaat qilib, ulardan ham yordam olish mumkin. Boshqa endi shu toifa bilan shug'ullanadigan tashkilot menimcha ularga shu qulayroq. Tushunarli. Demak, tanlab olasizlar, hurmatli abituriyent. Agar zarurat bo'lsa, biz mana elektron matnlarni ham podkastimizni tayyor variantini e'lon qilganimizda ilova qilib yozamiz. Endi podkastimizni ikkinchi qismiga o'tamiz ijozatinglar bilan. Va yana eslatib o'tardim, savollaringizni shaxsiy emas, o'sha podkast haqidagi e'lonimizni izohlariga yozinglar. Sababi bizga bir nechta tomondan, chatlardan xabarlarni, savollarni saralab yig'ish juda ham noqulaylik tug'diryapti. Shu sababdan iltimos qilib qolardik, shaxsiyga yozmanglar. Demak, Dilmurod Yusupovdan yordam so'raymiz izohlardagi savollarni birgalikda ko'rib chiqishimizda bizga yordam beradilar. Marhamat Dilmurod. Katta rahmat. Men o'qib eshittirman, bo'lmasam Jamshidbek akadan sразу shu javob berishlarini so'raymiz. Imkon qadar hurmatli hamkasblar, savolni o'qiymiz, qisqa lo'n qilib va javoblarni ham qisqa lo'nda qilib berib ketishga harakat qilamiz. Ko'proq qamrab olish uchun marhamat. Birinchi savol o'tish balli bo'yicha Jamshidbek aka aytgandilar. Assalomu alaykum. Bu yil o'tish balli qancha bo'ladi? Assalomu alaykum. 55% dan ko'p ball to'plasam o'qishga qabul qilamanmi? Bu yerda menimcha bir narsani eslatib o'tishimiz kerak, ya'ni ichki raqobat, ya'ni abituriyentlar orasida chunki tushunmovchiliklar bo'ladi ko'pincha, shuni ham ozgina tushuntirib yuborsa yaxshi bo'ladi. O'tish balli bo'yicha. Rahmat. Bu yil qancha bo'lishini aniq ayta olmaymiz, bu tasdiqlangandagina aniq bo'ladi. Lekin oldingi yillardan kelib chiqsak, o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar uchun 56.7 ball etib belgilangan va joriy yilda ham shu ball bo'lish ehtimoli yuqori. Shuning uchun 100% deb ayta olmaymiz. Lekin 56.7 ball bo'lsa kerak. Endi men buni juda ham ehtiyotkor bo'lib aytyapman. Ayrim manbalar bor, o'sha kesib olib tarqatishni yaxshi ko'rishadi. Shunaqa bo'ladi deb qo'yib yuborishlari ham mumkin. Shuning uchun iltimos, hurmatli tinglovchilar, bu oldingi yillardan kelib chiqib taxmin sifatida aytilyapti. Hali bu yil uchun tasdiqlanmagan. 56.7 ball bo'lish ehtimoli yuqori nogironlik bo'lgan shaxslarda. Qolgan barcha talabgorlarda o'sha imtiyozli bo'ladimi, imtiyozsiz bo'ladimi? Davlat granti minimal o'lchov balli 68. Endi o'zaro raqobat borasida yuqorida kengroq tushuntirdik. O'sha nogiron bo'lgan shaxslar uchun kvota oliy ta'lim muassasasi va ta'lim shakli kesimida tasdiqlanadi. Demak, abituriyentlarimiz oliy ta'lim muassasasini tegishli ta'lim shakli doirasida abituriyentlar bilan raqobat qiladi. Bu faqatgina nogiron bo'lgan shaxslar. Va bu yerda yana bir quvonarli jihat bor. Yuqorida ta'kidlash esimizdan chiqdi. Barcha imtiyozlar faqatgina birinchi oliy ta'lim muassasasiga nisbatan qo'llanadi. Ya'ni abituriyentlarimiz 5 tagacha oliy ta'lim muassasasini 5 tagacha yo'nalishni tanlaganlari tanlasa ham ularning imtiyozi faqat birinchisida qo'llanadi. Lekin nogironlik bo'lgan shaxslarda, nogironlik bo'lgan abituriyentlarda imtiyoz 5 ta oliy ta'lim muassasasi uchun ham qo'llanadi. Aytilgan abituriyentimiz birinchisiga O'zbekiston Milliy universitetini kunduzgi ta'lim shaklini tanlasa, demak O'zbekiston Milliy universiteti kunduzgi ta'lim shakli uchun nogironlik bo'lgan abituriyentlarga berilgan kvota doirasida tanlovda ishtirok etadi. Ikkinchisiga Milliy universitetning kechki ta'lim shaklini tanlasa, demak shu universitetning kechki ta'lim shakli uchun nogiron bo'lgan shaxslarga ajratilgan kvota doirasida imtiyozdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi, qachonki o'sha birinchisida o'qishga kira olmasa. Agar uchinchisiga aytaylik Andijon davlat universitetini tanlab, Andijon davlat universitetining kunduzgisini tanlasa, Andijon davlat universitetining kunduzgi ta'lim shakliga ajratilgan kvota doirasida ham tanlovda ishtirok eta oladi. Ya'ni 5 ta tanlagan tanlov bo'yicha ham ularning imtiyozi qo'llanadi. Va faqat shu toifadagi abituriyentlar bilangina raqobat qiladi. Agar 5talasida ham o'qishga kira olmasa, unda umumiy tartibda tanlovda ishtirok etadi. Bu endi hamma qatori tanlov degani. Boyagi o'sha ball bo'yicha bunaqa desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. 56.7 balldan yuqori to'plasa, tanlovga kiritiladi. Undan pasti kiritilmaydi va o'sha ichki tartiblardan kelib chiqib, keyin belgilanadi ularga o'sha kvotani imtiyozlari qo'llanilishi yoki qo'llanilmasligi. Marhamat Dilmurod. Keyingi savolimiz mana tizimga kirishyapti-da. O'sha assalomu alaykum, ro'yxatdan o'tganda to'lov qilmadim va bu birinchi imtiyoz menimcha. Yana qanday imtiyozlar beriladi o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar uchun?
va bu yerda yozilgan o'sha tizimga kirganda holati tekshirilmoqda deb ko'rsatilgan ekan qizil bilan ko'pchilikda. Bu vaziyat qanday vaziyat? Imtiyozlarni aytib o'tdik endi mana shu уведомление haqida. O'sha Qizil holati bilan. tekshirilmoqda bo'lib turgan vaziyatda nima qilsak bo'ladi, shuni so'rashyapti. Bu yerda hech narsa qilish shart emas. Bu integratsiya bilan olinayotgan ma'lumot agar ularda haqiqatdan ham nogiron bo'lgan shaxs sifatida tegishli ma'lumotnoma bo'ladigan bo'lsa hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Endi bu holat qo'yilishi, tekshirilmoqda deb qo'yilishi ayrim abituriyentlarda shunaqa holatga ham duch kelyapmiz. O'sha tizimda nogironlik bo'lgan shaxs deb kelgani bilan aslida ularda nogironlik imtiyozi chiqmayapti. Bu tizim bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki mana bir duch kelgan holatimizni aytishimiz mumkin. Bir shaxsda o'sha kichikroq bolada nogironlik bo'lgan bilan adashmasam nogiron bo'lgan shaxslarga qandaydir davlat tomonidan to'lov beriladi, nogironlik nafaqasi deyiladimi adashmasam. Shuni olish uchun ba'zida onasi nomiga rasmiylashtirilgan bo'lgan. Onasi ro'yxatdan o'tganda ba'zida nogironlik, farzandi nogironlik unga rasmiylashtirilgani uchun nogironlik imtiyozi ularga chiqib qolgan. Shunga o'xshagan holatlar ham bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan holatlarni oldini olish uchun o'sha keyinchalik yana bir tekshirib olish imkoniyati bo'lishi uchun tekshirilmoqda deb qo'yilgan. Buni hech qanday xavotirli joyi yo'q. Agar haqiqatdan abituriyentimizda nogironlik bo'ladigan bo'lsa, ular nogironlik tasdiqlanadi va qo'llanadi. Rahmat katta. Bu imtiyoz, ya'ni kvota avtomatik tarzda chiqadi tizimda. Bu ham savol bor edi. Keyin nogironlik avtomatik chiqadi integratsiya bilan. Mana hozir yuqoridagi savolda ham aytdi, men to'lov qilmadim dedi. Chunki ularda o'sha nogironlik chiqqan. Bu narsani tekshirib olishsa yaxshi bo'lardi. Baribir bu ehtimoldan xoli emas. Ularni abituriyentlarimizni qayt varaqasida o'sha nogironlik bo'lgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, imtiyozlar degan bo'limda bu narsa aks etadi. Agar mabodo force major holatda bir nyuanslar chiqib qolishi mumkin. Abituriyentimizda nogiron bo'lgan shaxs sifatidagi ma'lumoti chiqmaydigan bo'lsa, o'sha o'zini tumanidagi ijtimoiy himoya milliy agentligini bo'limiga murojaat qilsa, ular o'sha bazadan tekshirib, tegishli tartibda bazaga qo'shib berishadi va ularning imtiyozi bazada ko'rinadi. Rahmat. Rahmat katta. Keyingi savolimiz Tojiboyeva Sevinch. Assalomu alaykum. Men birinchi guruh nogironiman. Hozirda o'qishga kirmoqchiman. Turk tili va arab tillarini ancha yaxshi bilaman. Qanday qilib o'qishga kirsam bo'ladi? Menda qanday imkoniyatlar bor? So'ragan. Ya'ni tillarni biladiganligi. Rahmat Nurmataga. Menimcha yuqorida biz batafsil tushuntirdik. Endi hozir qisqa tarzda ularni qanchalik tushuntira olamiz bilmadim. Agar bu podkast qo'yiladigan bo'lsa, qayta eshitib menimcha to'lig'ida javob ola oladilar. Chunki bitta ma'lumotni qayta bersak ham vaqtimizni yo'qotib qo'yamiz. Menimcha keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingi savolga Mirsaid Muxtorov. Assalomu alaykum. Ismim Mirsaid Muxtorov. Xalqaro Westminster universiteti magistrantiman. Savolim shundaki, bu yil ko'rishda nogironligi bo'lgan abituriyentlarni suhbatga yo'naltirish avtomatik amalga oshiriladimi? Yoki o'tgan yilga o'xshab har bir hududdan bir tayanch universitet ularni chaqirib, ular topshirgan yoki fakultet yo'nalishi bo'yicha turdosh universitetlarda suhbatdan o'tishlari uchun saralaydimi? Bu mening fikrimcha ovoragarchilikka sabab bo'ladi. Bu bo'yicha saytda qandaydir yangiliklar amalga oshirildimi? Va bu aynan shu, ya'ni ko'zi ojiz abituriyentlarimizdan o'sha qabul qanday bo'ladi degan savolni ko'p tushgan bizga. Rahmat Dilmurod aka. Juda yaxshi savol bo'ldi. Bu bo'yicha menda yakuniy hozir xulosa yo'q. Lekin o'zim uchun belgilab qo'ydim. Buni javobini sizlarga ham yetkazaman. Bu o'sha oliy ta'lim, har bir hududdan tayanch oliy ta'lim olishi ma'lum bir muammolarni oldini olish uchun qilingandi. Albatta bu to'g'ri ovoragarchiliklarni keltirib chiqaradi, abituriyentlarga nisbatan ham, oliy ta'lim muassasasiga nisbatan ham. Lekin shunday holatlar bo'ldiki, o'sha ayniqsa bu ko'zi ojiz abituriyentlarni ajratib olishda bu shu uchun qilingan, boshqa toifadagi abituriyentlar uchun emas. O'sha nogiron, ko'zi ojizligi to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha bazadan kelmagan, ya'ni umumiy nogiron sifatida qayd etilgan abituriyentimiz va ular ko'zi ojizlar uchun tashkil etilgan imtihondan qolib qolish holatlariga duch kelganmiz.
yoki ko'z ojiz sifatida belgilanganda ular ko'z ojiz abituriyent emas. Ularni umumiy tartibda test sinoviga qo'yish kerak. Shu toifani u toifadan bu toifaga yoki bu toifadan u toifaga o'tkazishda muammolar yuzaga kelgani uchun har bir hududdan tayanch oliy ta'lim muassasalari olinib, ular o'sha nogiron bo'lgan abituriyentlar har biri bilan bog'lanib, holatga aniqlik kiritgandi. Meni bilishim bo'yicha abituriyentlarni oliy ta'lim muassasasiga chaqirishmagan, telefon orqali gaplashib, ularni ovora qilmasdan o'sha nogironlik ma'lumoti qanday ekanligi, o'sha ko'zi bo'yichami, nima bo'yicha, qaysi turdagi ta'lim muassasasida o'qigan, shu ma'lumotlarni so'rab, ularning toifasiga aniqlik kiritilgan. Bu aslida muammolarning oldini olish uchun qilingandi. Hozir yaxshi bir feedback bo'ldi o'zimiz uchun. Belgilab oldim. Albatta bu boshqa tashkilotlar bilan ham bog'liq holat. Bu ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan, oliy ta'lim foni va innovatsiyalar vazirligi bilan bog'liq holat. Tegishli tashkilotlar bilan gaplashib, holatga aniqlik kiritilgan holda ma'lumot beramiz. Bu ma'lumotni xudo xohlasa sizlarga ham taqdim etamiz. Rahmat. Marhamat. Keyingi savolimiz Nargiza Mahmudovadan. Aqliy nuqsonlari bo'lgan yoshlar ixtisoslashtirilgan maktabni tamomlagach, texnikum yoki kollejga kirishlari mumkinmi? Ya'ni ularga o'zlari xohlagan ta'lim muassasasini tanlash imkoniyati beriladimi? Men bu yerda qo'shimcha qilib, mana jismoniy nogironligi bo'lgan shaxslar haqida gapirdik, eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar haqida, lekin ko'pincha mana autizmi bor yoki bir aqliy yoki ruhiy nogironligi bo'lgan shaxslar haqida kamroq gapiramiz. Ularga ham qandaydir yangiliklar bormi shu bo'yicha savol? Rahmat, Davlat aka. Endi bular kollej texnikumlarni so'radi. Umuman kollej texnikumlarda yoki oliy ta'lim muassasalariga kirishda bunday toifadagi abituriyentlar uchun qandaydir cheklovlar borligi to'g'risida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni bunday cheklovlarga hech qachon duch kelmaganman. Ular bemalol umumiy tartibda imtihonlarda qatnashishi mumkin. Yuqorida qayd etilgan imtiyozlarning barchasi, agar ularda nogironlik to'g'risida ma'lumotnoma bo'ladigan bo'lsa, ularga ham qo'llanadi. O'sha to'lovdan ozod qilish, alohida kvotalarning ajratilishi, hammasi qo'llanadi. Endi alohida individual holatda ular uchun nima qilib berish mumkin? To'g'risi bu bo'yicha menda ma'lumot yo'q. Ko'p duch kelmaganman. Agar qandaydir takliflar bo'lsa, ular tomonidan yoki mana sizlar tomoningizdanmi, balki sizlar ko'proq duch kelgandirsizlar, biz ularni ko'rib chiqishga tayyormiz vakolatimiz doirasida. Rahmat katta. Keyingi tinglovchimizdan savol. Assalomu alaykum. Baxtigul Abiyovaman. Nogironlik imtiyozi o'qishning qaysi turlariga amal qiladi? Mana misol uchun sirtqi ta'lim bekor bo'lishi haqida eshitdik. Masofaviy ta'limga ham topshirsa bo'ladimi? Kvota amal qiladimi degan savol. Rahmat. Hamma ta'lim shakli uchun amal qiladi. O'sha yuqorida ham qayta ta'kidladik. Bu imtiyozga ega abituriyentlarga har bir oliy ta'lim muassasasida har bir ta'lim shaklida kvota ajratiladi. Mana ko'p imtiyozlarimiz bor oliy ta'lim muassasasiga kirishda. Ular faqatgina bitta ta'lim shakli uchun amal qiladi. Mana ehtiyojmand oilalarda xotin-qizlar uchun ajratiladigan kvota bor, 2000 talik grant xalqimiz o'rganib qo'ygan. U faqat kunduzgi ta'lim shakli uchun amal qiladi. Mana ayrim imtiyozlarimiz bor, faqat sirtqi ta'lim shakli uchun amal qiladi. Ayrim imtiyozlarimiz bor, qarorda ko'rsatilgan kunduzgi va kechki ta'lim shakli uchun deb yozilgan, boshqa ta'lim shakllariga qo'llanmaydi. Lekin nogiron bo'lgan shaxslarda bunda hech qanaqa cheklov yo'q. Ta'lim shakliga cheklov yo'q. Har yili ko'radigan bo'lsak, har bir ta'lim shakli uchun, har bir universitet uchun kvotalar tasdiqlanyapti va ularga o'sha yuqori ta'kidlaganimizdek 5 ta tanlagan tanlovi bo'yicha imtiyozlar qo'llanyapti. Rahmat. Katta rahmat. Yana bitta savol. Mana bir marta kvotadan foydalangan odam ikkinchi marta, misol uchun ikkinchi mutaxassislik o'qimoqchi bo'lsa, foydalana olmaydi, to'g'rimi shu savol? Endi ikkinchi mutaxassislikka qabul bilan biz shug'ullanmaymiz. Bu bevosita oliy ta'lim muassasalarining o'zini vakolatidagi narsa. To'g'ri, ularni ro'yxatga oladigan platforma vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan, umumlashgan holda bitta platformada qilinadi, lekin vakolat oliy ta'lim muassasasida. Unda imtiyozlarning qo'llanishi bo'yicha to'g'risi menda ma'lumot mavjud emas, lekin ta'lim to'g'risidagi qonundan kelib chiqsak, u yerda fuqarolar o'sha bir marta grant asosida ta'lim olish mumkinligi ko'rsatilganda, ya'ni bu degani agar abituriyentimiz nogiron bo'lgan shaxs sifatida o'sha davlat grant asosida o'qiydigan bo'lsa,
ular qaytadan yana grantda o'qiy olmaydi agar uni to'g'ridan to'g'ri talqin qilsak. Lekin yana bir bor ta'kidlayman, ikkinchi mutaxassislikka qabul bilan agentlik shug'ullanmaydi, u bilan oliy ta'lim muassasalari shug'ullanadi. Agar ikkinchi mutaxassislikka qabul bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, savollari o'zlari o'qish istagini bildirayotgan oliy ta'lim muassasasiga murojaat qilib, ulardan ma'lumot olish to'g'riroq bo'ladi. Rahmat. Tushunarli, rahmat katta. Bu yerda yana ko'p savollar bo'lgan. O'sha umumiy kvota bo'yicha biz avval ham aytib o'tdik imtiyozlar haqida. Biz podkastni joylab eshitib olsanglar bo'ladi. Xorijiy til sertifikatlari bo'yicha bir nechta savol bo'lgan. Shuni hozir beraman. Assalomu alaykum. Men ko'zim bo'yicha nogironligim bor, ikkinchi guruhman. Jahon tillari ingliz tili fakultetiga topshirmoqchiman. Sertifikatim 2 kundan keyin chiqadi. Menga qanday imtiyoz beriladi shu universitetga kirish uchun, agar shu sertifikati bo'lsa, til sertifikati? Aha. Jahon tili universitetiga topshiraman deb aytdilar. Mana joriy yilgi qabulda bitta o'zgarish mavjud. Abituriyentlarimiz chet tili birinchi fanlar majmuasida chet tili birinchi fan sifatida belgilangan ta'lim yo'nalishlariga o'qishga topshiradigan bo'lsa, ularda chet tilidan milliy yoki xalqaro sertifikat bo'lishi shart. Sertifikati yo'q abituriyentimiz bu yo'nalishlarga topshira olmaydi. Bu asosan mana Jahon tillari universiteti, Sharqshunoslik universiteti, Samarqand chet tillar instituti, shunga o'xshagan oliygohlarni filologiya yoki tarjima nazariyasi kabi yo'nalishlari buning bu yo'nalishlarga topshirishga demak o'sha sertifikat talabi bor. Mana abituriyentimiz 2 kundan keyin sertifikatim chiqadi deb aytyapti. Demak, ular o'sha sertifikat talabini bajaradigan bo'lsa, o'qishga topshirishi mumkin bo'ladi. Sertifikati bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan agar chet tili birinchi fan sifatida belgilangan ta'lim yo'nalishini tanlasalar yoki o'sha hozir mana birinchi boshqa yo'nalish tanlamaydi, faqat birinchi fan qaysi, ikkinchi fan qaysi tanlanadi. Birinchi fanni chet tili deb tanlaydigan bo'lsa, ularga 93 ball maksimal ball beriladi. Agar chet tilini ikkinchi fan sifatida belgilasa, qaysidir nimalarda shunaqa holatlar ham bor. Ularga ikkinchi fanda maksimal ball 63 ball bo'lgani uchun 63 ball maksimal ball beriladi. Keyingisi o'sha to'lovdan ozod qilinish haqida aytdik. Nogiron bo'lgan shaxslarni o'qishga kirishdagi alohida kvota ajratilishi, uni qanday qo'llanishi, qanday raqobat qilinishi haqida yuqorida batafsil tushuntirdik. Uni yana takrorlab o'tirishimizga hojat yo'q menimcha. Podkastimizni boshidan eshitsa, bu bo'yicha ma'lumot olishi mumkin. Rahmat. Katta rahmat. Mana shu sefr sertifikati shu xalq tilida aytilar ekan. Agar shu sertifikatni ulgura olmasa, misol uchun 25-gacha yopilsa qabul, bunda kira olmaydi, to'g'rimi? Qabul ishtirok etolmaydi. Shunday. Lekin bu bo'yicha bitta narsani aytib ketib olamiz, Dilmurod aka. Agentlik tomonidan o'sha xalqimiz tilida sefr deb aytilgani bilan o'sha chet tilda milliy sertifikat deyiladi qaror bo'yicha. Bu imtihonni oxirgisi may oyida o'tkazilgandi. Uni gapirish ko'nikmasini baholash imtihonlari 1-2 kun oldin tugadi. Adashmasam 13-iyun kuni o'tkazildi oxirgisi. Agar adashmayotgan bo'lsam, bitta narsani aniq ayta olamiz. 25-iyunda abituriyentlarni ro'yxatga olish yakunlanadigan bo'lsa, shu ro'yxatga olish yakunlanishidan oldin bu sertifikat natijalari chiqadi. Undan keyin o'tkazilgan imtihon yo'q. Agar shu imtihonda qatnashgan abituriyentlarimiz bo'lsa, ularni natijalari chiqadi, sertifikatlari tegishli tartibda abituriyentlarda shakllanadi. Elektron shaklda sertifikat oladigan bo'lsa, bemalol topshirishga ulgurishadi. Bundan hech qanaqa xavotirga tushishga hojat yo'q. Shu yerda Jamshid aka bitta savol borda, mana saytdan ro'yxatdan o'tayotganda, hujjat topshirayotganda o'sha chet tili sertifikatini ham ma'lumotlari sinxronlashgan bo'ladimi? Platforma o'zi aniqlaydimi buni? Buni ikkita toifaga bo'lsak bo'ladi, Ulug'bek aka. Agar milliy sertifikat bo'ladigan bo'lsa, agentlikni o'zi tomonidan o'tkaziladigan sertifikat bo'ladigan bo'lsa, buni elektron bazasimizda mavjud va bu avtomatik tarzda chiqadi. Lekin xalqaro sertifikat bo'ladigan bo'lsa, bu IELTS, TOEFL yoki TOPIK shunga o'xshagan xalqaro imtihon tizimlari bo'ladigan bo'lsa, ularning ma'lumoti avtomatik chiqmaydi. Uni saytimizda xalqaro imtihonlar degan, xalqaro sertifikatlar degan bo'lim mavjud. Shu bo'lim orqali yuklash kerak bo'ladi. Yuklangan sertifikat agentlik xodimlari tomonidan o'sha maxsus bo'yicha komissiya qilingan, komissiya tomonidan o'sha xalqaro imtihonni o'tkazuvchi tashkilotga murojaat qilingan holda uni tegishli axborot tizimidan yoki boshqa hamma imtihon
har bir imtihon bo'yicha alohida o'zini tekshirilish mexanizmi mavjud. Shu mexanizm asosida tekshiriladida haqiqiyligi tasdiqlansa, ya'ni sertifikat verifikatsiya bo'lsa, tasdiqlanib undan foydalana oladi. Agar verifikatsiya qilmasa o'zidan foydalanmaydi. Albatta bu unaqa holatlar chiqadi. Abituriyentlarimizda o'sha soxta sertifikatlarni yuklash holatlari ham bo'lib turadi. Kam sonli bo'lsa ham, shuning uchun bu mexanizm joriy qilingan. Hali qisqa aytsak, milliy sertifikat bo'lsa avtomatik chiqadi, xalqaro sertifikat bo'lsa yuklash kerak bo'ladi. Tushunarli. Kattakon rahmat. Jamshid aka, boya izohlarda men o'zim bitta savolni ko'rgan edim, juda ham e'tiborim tortgan edi shu savol. Bu yerda aytilishicha, mana 4-toifa deyapmiz, bolalikdan nogironligi bo'lgan abituriyentlar haqida. Bu yerda savol berilgan, mana hujjat topshiryapmiz. Xo'p, yaxshi, lekin 3-iyul kuni muddati tugaydi. Ya'ni 18 ga to'ladi farzandim deyapti. Va shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Sababi u nogironlik guruhini yana qayta rasmiylashtirishga o'ziga yarasha vaqt ketadi. Bu borada qanaqadir bir bormi alternativa yo'llar, qanaqadir savol. Tushunarli Ulug'bek aka. Demak, 3-iyulda muddat tugaydigan bo'lsa, hozir ro'yxatdan o'tish paytida uni amal qilish muddati tugamagan. Biz uni inobatga olamiz. Demak, ular nogironligi bor shaxs sifatida bazaga tushadi. Faqat ulardan iltimos bo'ladi. Bu o'sha tegishli tartibda tibbiy ko'rikdan o'tib, o'sha ma'lumotnomani yangilab olish kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Abituriyentimiz talabalikka tavsiya etiladigan bo'lsa, o'sha tegishli qonunchilik hujjatlari bo'yicha talabalikka tavsiya etilgan oliy ta'lim muassasasiga taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxatida agar abituriyent imtiyoz bilan o'qishga kiradigan bo'lsa, imtiyozni tasdiqlovchi hujjatni aslini ham taqdim etish kerakda. Bu avgust oxiri sentyabrni boshiga to'g'ri keladi. Menimcha u muddatgacha yangilab olish imkoni bo'lsa kerak. To'g'risi bu narsaga ishim tushmagan, qancha muddat ketadi, qancha muddat olish mumkin bilmayman. Lekin bir narsa aniq, oliy ta'lim muassasasi uni aslini so'raydi. Amalda muddati bo'lib turgan holatda so'raydi. Menimcha sentyabrgacha ulguradi, muddatini yangilab olish kerak. Qo'llanishda ya'ni mana bu imtiyozlar o'sha 2% kvota yoki ko'zozlar toifasidagi imtiyozlar o'sha imtihonlar doirasida ham qo'llaniladimi? O'sha faqatgina tavsiya hozir qo'llanadi. Demak, agentlik tomonidan imtiyoz qo'llanadi. 3-yilda bo'ladigan bo'lsa muddati. Hozir uniki amalda qayd varaqasida chiqyapti va biz uni qo'llaymiz. Lekin men keyingi bosqichni aytyapmanki, talabalikka tavsiya etiladigan bo'lsa aslini taqdim etish kerak. Bu o'sha avgust oxiri sentyabrning boshiga to'g'ri keladi. O'quv yilining boshida taqdim etish kerak. O'sha muddatgacha yangilab qo'yish kerak, chunki o'sha paytda taqdim eta olmasa, universitetlar ularni hujjatini rasmiylashtira olmay qoladi, talabalikka tavsiya eta olmay qoladi. Ya'ni hozir ularni imtiyozni qo'llashda muammo yo'q. Tushunarli. O'ylaymanki juda ham to'la javob oldik ko'pgina savollarimizga, barcha savollarimizga. Podkastimizga ajratilgan vaqt o'zining nihoyasiga yetdi. Jamshidbek aka, sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamasdan hozir mana shunaqa qizg'in pallada bizani o'sha maqsadli auditoriyamiz, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shu Huquq Plus podkastda ishtirok etganingiz uchun va abituriyent uchun har bir iliq gap ham juda ham bir nima deydi, alohida motivatsiya sifatida o'rin tutadi. Shuning uchun podkastimiz so'ngida o'zingizni tilaklaringizni bildirsangiz marhamat. Rahmat Ulug'bek aka. Avvalo mana shunday podkast tashkil etganinglar va taklif qilganinglar uchun rahmat aytaman. Har doim hamkorlikka tayyormiz. Bundan keyin ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz bunga javob berishdan, takliflarni ko'rib chiqishdan qochmaymiz. Abituriyentlarimizga nima deya olamiz? Faqatgina muvaffaqiyat tilayman. O'zlarini bilimiga ishonishsin. Mana yillar davomida o'sha oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatga kirish test sinovlari takomillashtirildi, shaffof va adolatli tizim yaratildi deb ishonch bilan 100% ishonch bilan ayta olamiz. Ular o'zini bilimiga ishonadigan bo'lsa, o'zini bilimini ko'rsatib bera oladigan bo'lsa, ular uchun ajratilgan o'sha
kirishdagi imtiyoz ularni davlat granti asosida talabalikka tavsiya etish uchun yetarli deb o'ylayman. O'sha minimum aksariyatida o'sha minimum talabni bajarishni o'zi ularni davlat granti asosida talabalikka tavsiya etilishini kafolatlaydi. Shuning uchun ularga faqatgina o'sha yaxshi tayyorgarlik ko'rishini, o'zini bilimiga ishonishini va imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirishini tilab qolaman. Yuqori ta'kidlagandek, har qanaqa savollar, takliflar bo'lsa, hamkorlikka tayyormiz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Hamkorlikka tayyormiz degan gapingiz isboti bor. Menimcha 4 yoki 5-yil birgalikda ishlayapmiz podkastlarda va sizni ham faoliyatingizda o'sishni, yuksalishni, ravnaqni tilab qolamiz va barcha abituriyentlarga, ular qatorida nogironligi bo'lgan abituriyentlarga ham omad tilagan holatda bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Podkastimizda bizga yordam ko'rsatgan barcha hamkasblarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Imo-ishora tili tarjimoni E'zoza Ahmedovaga alohida minnatdorchilik va bizga o'sha savollarni o'qib eshittirishda yordam ko'rsatgan Dilmurod Yusupovga ham alohida rahmatni aytib qolamiz. Podkastlarimizni keyingi sonlarida g'oyibona uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat Jamshid aka, kattakon yana bir marta.